قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Şolay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: O'zining amal daftarida ko'p topqir g'afur o'tinu topgan kishiga jannatda og'och yoki jannat bo'lar. O'zining amal daftarida ko'p topqir g'afur o'tinu topgan kishi, ya'ni bu kishi dunyoda vaqtda Allohdan ko'p topqir g'afur so'ragan. Ya'ni astag'firulloh so'zlarini aytgan. Astag'firulloh deb aytgan. Avurma. Mashinada borabizmi? O'tirib turabizmi? Bosib turabizmi? Mumkinchiliging bor ekan, vaqting bor ekan. Kerakmagan so'z söylegancha nima so'zlar aytilishi kerak? Ha? Astag'firulloh. Astag'firulloh, Allohdan g'afur so'rash kerak. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: kimning amal daftarida bu so'zlar ko'p topqir yozilgan bo'lsa, Alloh anga jannatda og'och beradi.